Ha. To'xta, ey. Hozir men videoni yoqdim. Ama havaga sog'lom sizlar bilan Jahongir Minecraft. O'yindan chiqib ketdi. Chunki sen do'stlar mana bu sindirib bo'lmaydi, bedroq ketdi-da bu. Boshqa joydan portal qo'y. O'shani olsan. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan qo'noq islomchik. Ketdi biz o'yinni boshlaymiz. Lekin men islom ko'rmayman. Men oddiy olamdaman chunki hozir kiramiz portalga. Boshqa portal qurdingmi? Men obsidiantam yo'q edi. Nima men qayoqdaman do'stlar aytib yubora olasizlar. Sen bedrock ichidasan. Men qanday chiqishni bilib oldim. Faqat juda asta. Do'stlar islom chiqishtirosdan ham bedrock sindirmoqchi. Bedrock? Men tetak bo'lmaganman. Qarang. Voy, ay, Suv qo'y menda, suv yo'q. Yaxshi entirib qoldi. Kim uryapti? Yoni ketdi. Qoch meni. Demak, oltin olmay ekanman, ketdim. Ketdik oddiy olam ya. Vale, ketdim. Men portal buzuvdim lekin. Basharanga yo'qimda-ki boshqa quramiz. Islom sen salomlashmang bilasan. Men salomlashdim o'zim. O'zim obunachilarim bilan. Do'stlar, men kirib turaman. Men yoqaman portalda keyin paydo bo'lib qolaman o'z oddiy olamda. Ketdi. Bunaqa olamda emasdi-ku. To'xta, hozir nimadirlar quvadi to'xta. Men lava drop qilaman. Sendan Bos zombi. Islomchik sendan blok bormi? Bormi? Yo'q-ki, zombi. Blok bormi? Blok bormi senda Islom? Hozir to'xta, blogim. Mana ikki dona obsidian. Voy, onayni qo'rqib ketdim. Men qara, men lava drop qilaman. Birinchi oltin olmaymiz. Islom menga qara, lava drop qilyapti. Hali, yo'q. Urishasanmi? Yo'q, men urishaman demadim, o'qim yo'q ekan. Ketdik nezirga. Zombini bo'lasiz. Qani zombi bo'l.